Yaxşımısızlar kichik dostlar? Bugün biz 9 qarindosh degan yangi bir naqshini aytmoqchi. Bu 9 qarindosh degan kimlardir? Naqshimizni yaxshi anglab, sizlar bu naqshini o'rganib olinglar. Akka fukka 9 aylan qo'l tutuşup kelishdi. Bir-biriga qarishib tangli salom berishdi. Cho'ngi chiqdi oldiga adab bilan salom deb tunishtirdi o'zini. Mening ismim Qo'yash deb. Mendan boshqa yana 8 qarindishim teng keldi. Qo'yash sistemasidan otliq salom ap keldi. Tunishtiray bir-birlab menga ruxsat bersangiz, ismlari silg'alita ozroq diqqat qilsangiz. Yanimda turgani kichik ukam Merkuri. Merkurining yanidiksi go'zal singlim Vanira. Vaniraning yanida bir kelishgan inim bor. Hammaylanga tunishliq, ismi uning Yashari. Yasharining yanida yana bir kichik ukam bor. İsmi uning Marisdir, rangi bo'lsa qizildir. Kichik Maris yanida mazmut turar Yupiter. Ukalarimning ichida hammadan cho'ng kuchtingir. Yupiterning yanida Saturn deb ukam bor. Umu yo'g'an kuchtingir, Yupiterning qalsila. Saturnning yanida turidi ukam Uran. Uranga yandishib turidi ukam Neptun. Mana bu 9 aylan janjigar qarindoshlar. Biz baxtlik bir oila, asta mahkam saqlanglar. Kichik do'stlar, naqshidagi 9 qarindoshlar kim-kimlarkan bildinglarmi? Endi biz ularni birdan deb boqaylik. Quyosh, Merkuri, Venera, Yashari, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Mana bu 9 aylan janjigar qarindoshlar. Biz baxtlik bir oila, asta mahkam saqlanglar. Qandaq kichik do'stlar? Bu bir oila kishilarni tunib oldinglarmi? Undaqda bugun mishari xo'shishib turaylik. Xayr xo'sh.